Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga bir hikoya o'qib beraman. Hikoyaning ismi Tekshirmanglar yakun chiqarma. Tekshirmanglar yakun chiqarma. Bo'ri bilan tulki birga yashaydigan. Bir kuni bo'ri bir to'g'oni tutilib, sharalda uyga qaytib kelibdi va uni tulkiga berib, buni obdan tozalab yuvib, sho'rg'achi turg'un. Amriq iyiqni taklif qilib kelay debdi. Da iyiqni chaqirg'ili debdi. Tulki to'g'ini pishirishga boshlabdi. Birdan keyin to'g'ri pishibdi. Tulkining nafsi taqildab, og'zidan sho'rgilari yiqibdi. Shuning bilan qozondagi to'g'rini bir butun so'ndirib, ilib yeyapti. Buni yeb bo'lib, yana egasiga tutdi, bir qanotini so'ndirib, ilib yeyapti. U yegan siri to'ymabdi. Shunday qilib to'g'rini butunlay yeb bo'ldi. Bo'ri qaytib kelib, Tulkiboy, to'g'ri pishdimi? Debdi tulki. Az qoldi, debdi bo'ri. Men oldi bilan pichoqni birga turay. Yo'q kelsa, to'g'rini pichoq bilan parchalab elim, deb uyning keyniga o'tib pichoq bilabdi. Birozdan keyin iyoq kelibdi. Tulki iyoqqa qarab, "Yo'q aka, itti qoch, bo'ri seni aldab kelib qo'lni yemoqchi. Ishonmasang anglab baqa." Bo'ri shu topda pichoq bilavotidi. Dedi, shundoq quloq solsa, rostdan pichoqni tashlashdan shart tutgan ovoz anglanibdi. Iyoq qo'rquvdan keyniga qarab, badar tikvetibdi. Tulki iyoqning qochganini ko'rib, Alloh tavba ketgunicha uyning orqasiga o'tib borib, "Qara, sening iyoq do'sting balki yo'qsiz ekan. Sen uni yaxshi ko'ngli bilan to'g'ri go'shtini yeyishga taklif qilsang, u to'g'rini ulab ketdi", debdi. Bo'ri uni anglab ishonibdi. Ochiqni sakrab ketibdi. U qo'liga pichoqni qo'yishni unutdi. Kanalda o'rnidan turibdi. Bo'ri yugurib chiqib qarasa, haddab yugurib qochayotgan ekan. Shu bilan bo'ri bir tarafdan ho'llab, bir tarafdan baqiribdi, "Ey ahmoq, qaytib kel!" Shundoq qarasa, bo'ri pichoq ko'targan holda ho'llab yursa ekan. U bo'ri rostdan qo'limni kesmoqchi o'xshaydi, deb o'ylabdi-da, jinni borgancha qochibdi. Qancha ketdi. Qacha bo'ri shuncha tez qo'g'labdi. Oxiri bo'ri iyiqqa yetishyapti. Da kenidan birla qalamab tutyapti. "U qara yuz, men seni yaxshi ko'nglim bilan to'g'ri yeyishga taklif qilsam, nima to'g'rimni bulab qochsan?" debdi iyiq qattiq ranjigan holda. "Sen nima qo'limni kesmoqchi bo'lsan?" debdi. "Kim shundoq deydi? Men nima sening qo'lingni kesdi ekanman?" deb hang-tang bo'libdi bo'ri. Men nadimmi sen to'g'ringni bulay?" debdi iyiq. Ular shu chog'da o'zlarini tulkining oldidan xato sochishganligini bilibdi-da, ular darrov tulkini tutqili beribdi, lekin tulki allaqachon qochib ketgan ekan. Hikmat: yuqori hikoyatdan ma'lumki, sen har qanday ishga birdamlik hissiyotla o'ylab hukm qilsang, pushaymonda qilsan, o'zingni behuda ovora qilmaydisan. O'z aqlingga va ko'zingga ishon. Boshqalarning maslahatini ilishga bo'ldim, lekin hukm qilish o'zingga bog'liq. Xo'sh,